Assalomu alaykum dehqon akalar. Bugun 15-slov 6-oy bizning yaqin qator hayit kuni ekilgan bolgarimiz. Endi bugun bitta video afzal qilib beray. Holatini ko'ringlar mana. Bolgar bu tomondan ham ko'ringlar. Ikki tomondan ham solgan. Mana holati. Shu holatda bolgar solishi mana. Shu holatdan solgan, bu holatdan solgan mana. Ko'rar. Bu tomondan ham bor. Agar bu tomondan bor, bu tomondan bor. Hamma tomon ochiq mana. Bu tomondan ham ochiq, bu tomondan ham ochiq mana. Bir qator bo'lib radi to'g'ri turibdi. Mana balash usuli hali ham bolgar shoxida ko'tarib turibdi o'zini mana. Tepadagi xamaga ham yetilib qolgan. Bo'yimga baravar bo'lib qoldi mana. Mana shu holatda bo'lib qoldi. Bolgari yaxshi, xudo xolasa. Mana holati. Bitta palakni o'zida bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta,